Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. PhD Ustoz kanaliga xush kelibsiz. Meni ismim Bobur Muratov. Demak, bugungi suhbatimizni boshlasak, xabaringiz bor, yaqinda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yangi farmon imzolandi. Ya'ni yurtimizda 2030-yilgacha bo'lgan ilm-fan hamda ta'lim sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha ushbu loyiha konsepsiyasi bo'yicha ba'zi fikrlarimni bo'lishmoqchi edim. Demak, namoyishni sizlar bilan bo'lishaman. Ushbu suhbatni O'zbekiston akademik yulduzlar jangiga kirishmoqdami deb nomladim. Sababini tushuntiraman. Mana ushbu farmon balki ko'pchilik tanishib ulgurgandir. Ya'ni bu yerda 5T nomi bilan atalyapti, ya'ni ta'lim, tarbiya, tadqiqot, tijorat va tizimli takomillashtirish bo'yicha yurtimizdagi shu ilm-fan sohasini va ta'lim sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha. Va nega ma'ruzamiz akademik yulduzlar jangi deb ataldi? Sababi mana ko'rib turibsiz, bundan bir necha yil oldin mana shunday kitob chiqarilgan, ya'ni Academic Star Wars degan. Bu kitobda dunyoning 9 ta mamlakatidagi, jumladan shu 5 ta Osiyodan va 4 ta Yevropa mamlakatlariga oid case study'lar keltiriladi. Ya'ni deylik, mana Rossiya, Yevropadan Fransiya, Germaniya, Daniya va Osiyoda asosan Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari, ya'ni Malayziya, Janubiy Koreya, Xitoy, Yaponiya va Tayvan bo'yicha ularda ham xuddi shunday u yerdagi universitetlarni ilmiy salohiyatini rivojlantirish bo'yicha loyihalar amalga oshirilgan va davlat tomonidan tenderlar e'lon qilinib, eng yaxshi universitetlarga ko'proq byudjetlar berilgan va buni natijasida universitetlar o'zlarini ilmiy salohiyatini oshirib olishgan, reytinglarni ko'tarishgan va eng qiziq tomoni shundaki, bu yerdagi ba'zi loyihalar endi qilinayotgan paytda ba'zi mamlakatlarda u paytda hali dunyo oliy ta'limini, dunyo ilmini hali bugungi kunday xalqaro reytinglar kun tartibini belgilamas edi. Lekin keyinchalik va bugun mana biz amalga oshirayotgan paytda bilamizki, akademik reytinglar dunyodagi oliy ta'lim bilan bog'liq, ilm-fan bilan bog'liq ko'pgina qaror qabul qilishi bir kun tartibini belgilaydigan bir tizimga, mayoqqa aylanib ulgurdi desak ham bo'ladi. Endi bu nima deydi, kitob haqida yana keltirib o'tadigan bo'lsam, agar kim tanishmoqchi bo'lsa, sohada qiziquvchilar bo'lsa, qaror qabul qiluvchilar bo'lsa, bo'sh vaqtda bemalol o'qishingiz mumkin. Bu kitobni PDF holatida o'z kanalimda, PhD Ustoz Telegram kanalida bo'lishib o'taman. Kirib bemalol o'qishingiz mumkin. Va bu yerda ba'zi qiziq jihatlarni keltiraman. Masalan, byudjetga keladigan bo'lsak, bu yerda mamlakatga qarab turli byudjetlar ajratilgan universitetlarga. Masalan, eng kami Tayvan yoki Daniyada bo'lgan. Bu yerda har bir universitetga, ya'ni yutgan universitetga 20-24 million atrofida pul ajratilgan bo'lsa, Yevropa mamlakatlarida, shu jumladan masalan Fransiyada eng ko'p pul ajratilgan, 600 milliondan ko'proq mablag' ajratilgan. Endi bularni natijasiga keladigan bo'lsak, turli mamlakatlarda turlicha natijalar qayd etilgan. Eng yaxshi natija, lekin bu umumiylik emas, balki umumiylikdan tashqari holat, bu Xitoy albatta. Chunki Xitoyda ushbu aniq kitobdagi keysdan ham oldin ham davlat, hukumat turli loyihalar orqali universitetlarga, ilm-faniga pul ajratishni boshlagan va keyinchalik ham 2000-yillardan so'ng ham katta pul ajratgan va eng qiziq tomoni, Xitoyda bu narsa bitta bir loyiha bilan bir bosqichda to'xtab qolmagan. Ya'ni u yerda mamlakat katta, pul juda ham ko'p hukumatda va hukumat, ya'ni siyosatda bir bo'lagi sifatida universitetlarni kuchaytirishga juda qattiq bel bog'lagan. Va natijasini ko'rib turibmiz. Bugungi kunda mana Xitoy ilm-fani qanday rivojlanib ketdi va hatto ilm-fan ishlab chiqarish, ya'ni maqola soniga belgilaydigan bo'lsak ham, mana bilamiz, yaqin 1-2 yildan beri Amerikadan oldinga o'tib ketdi. Ya'ni dunyoda eng ko'p maqola chiqaruvchi mamlakat Xitoy bu. Va shuningdek, yana keyingi ta'siriga aytadigan bo'lsak, ushbu loyihalarni Xitoy universitetlari ham ushbu byudjet ajratish loyihalari boshlanishidan avval top 100 talik reytinglarda bo'lmagan. Va lekin 10-20 yillardan so'ng ushbu loyihalar natijasida hozirgi kunda bilamiz, top 100 reytinglarda bir nechta Xitoy universitetlari mavjud. Lekin
Boshqa mamlakatlarda, masalan, deylik, Yaponiya, Germaniyada bu aniq KPI jihatdan unchalik ham samara bermagan. Va bunga turli sabablar bo'lishi mumkin. Ya'ni hukumatda aniq bir strategiyasi mavjud bo'lmaganligi, balki dunyoda ilm fanda raqobat kuchayib ketayotganligi, chunki Yaponiya bilan Germaniya pul ajratgani bilan balki boshqa mamlakatlar, mana Xitoy yoki Angliya deymizmi, Avstraliya, Fransiya deymizmi, ular balki ko'proq harakat qilgan. Shu jihatdan oldin shundoq ham kuchli mavqeda bo'lgan Germaniya va Yaponiya universitetlari biroz mavqelarini yo'qotishga sabab bo'lgan. Endi keling O'zbekiston misoliga qaytsak, ushbu loyihaga, farmonga, va men farmonni butun qismiga to'xtalib o'tmayman, balki o'zimizga qiziq bo'lgan, asosan ilm fanga tegishli jihatlar haqida fikr bildirmoqchiman. Masalan, birinchisi, eng asosiysi U10 dasturi, ya'ni O'zbekistonni global darajadagi ilg'or universitetlar dasturi. Bunga ko'ra tanlov asosida 10 ta universitet tanlab olinib, ularga 150 milliard so'mgacha pul ajratish rejalashtirilgan. Ya'ni dollarga hisoblasak 12 milliondan sal ko'proq dollar atrofida har bir universitetga. Va unda universitetlarni o'zi ishtirok etmaydi, balki ular klaster asosida, ya'ni birgalikda bu yerda ham mahalliy yoki xorijiy tashkilotlar, kompaniyalar bo'lishi kerak. Shuningdek, eng ko'zga ko'rinarlisi, dunyo reytingidagi top 300 ga kiradigan xorijiy universitet ham bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda matching grant tamoyili ishlaydi. Ya'ni faqatgina O'zbekiston hukumati yoki biz pul tikmaymiz bunga, balki universitetlar xorijdan yoki mahalliy boshqa tashkilotlardan hamkorlar topish kerak. Shunda balki bizga ham yaxshi bo'ladi, risklar minimallashtiriladi va bitta loyiha uchun deylik ko'proq pul ajratiladi, ko'proq hamkorlik amalga oshiriladi. Ya'ni bilamizki, mana o'tgan yili ham innovatsion agentlik juda ko'p shunday matching grant qo'shma loyihalar amalga oshirdi, to'g'rimi? Mana xabaringlar bo'lsa kerak. O'tgan yil aynan shu payt Italiya bilan qo'shma loyiha bo'ldi, keyinroq Xitoy bilan bo'ldi, Shanxay bo'ldi, Rossiya, Belarus, va bu albatta har tomon uchun foydadan xoli emas. Va bu yerda mana ustuvor sohalar deyilgan, ya'ni ustuvor sohalar asosida shu universitetlar loyiha taqdim etishi kerak. Faqat ustuvor sohalar qaysilar ekanligi hali belgilab o'tilmagan. Buni menimcha kengashlar belgilaydi keyinroq. Va bu yerda qiziq tomoni, ya'ni universitetlar uchun endi bu yerda universitet rahbariyatlari, universitet jamoalari va universitet professorlari uchun bu yerda akademik liderlik salohiyati, liderlik ko'nikmalari ishga tushishi kerak bo'ladi. Chunki bu yerda endi universitet faqat o'zidan kelib chiqib, men zo'rman, meni tadqiqotchilarim bor, demak davlat menga pul ber tamoyili asosida emas, balki ozgina bir tadbirkorlik va liderlik salohiyatini ishga solib, xorijdagi top 300 universitetga chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni kelinglar yoki tashkilotga chiqish kerak bo'ladi. Kelinglar birga ishlaylik. Sizlar ham shuncha pul tikinglar. Natijada hammamizga yaxshi bo'ladi. Hammamiz bundan manfaat olamiz degan ma'noda. Endi tanlov mezonlari asosida mana bevosita birinchi o'rinda bu yerga juda ham salohiyatli professor, o'qituvchilar va olimlar jalb etilishi kerak. Shuningdek, universitetlarni milliy va xorijiy reytinglariga e'tibor qaratiladi va ularning ilmiy texnik bazasiga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, boya aytib o'tgandek, moliyalashtirishdagi ulushiga ham e'tibor beriladi. Ya'ni faqatgina O'zbekiston hukumatidan pul kutib qoladigan holat emas. Endi bu yerda asosiy masala tanlovni qanday o'tishi, tanlovni halolligi. Chunki bilamizki, bu yerda endi 150 milliard unga ko'paytiradigan bo'lsak, deylik 10 ta universitetga beriladigan bo'lsa, nima deydi, shuncha pul deylik davlatdan, ya'ni bizdan soliq to'lovchilar puli hisoblanadi. Buni shaffof o'tkazish kerak va bu yerda nafaqat mahalliy tizimga moslashib qolgan, bir-birini taniydigan, bir-biriga sendan ugina, mendan bugina deb ishlaydigan qo'shtirnoq ichidagi top tadqiqotchilarimiznikida emas, balki xorijdan ham deylik vatandoshlarimiz bo'lishi mumkin, turli universitetlarda, turli tashkilotlarda ishlaydigan tadqiqotchilarimiz bo'lishi mumkin. Shuningdek, xorijiy boshqa mamlakat fuqarolarini ham ushbu tanlov komissiyasiga jalb etib va ushbu pullarni maksimal darajada to'g'ri joyga va O'zbekiston uchun xizmat qiladigan loyihalarga yetib borishiga ta'minlashimiz kerak bo'ladi deb o'ylayman. Endi ba'zi mulohazalarimni bo'lishib o'tsam, ushbu farmonda, loyihada eng ko'p keltirilgan jihatlardan biri bu reytinglarga
urg'u berilishi, mana birinchi o'rinda milliy reyting haqida gap ketgan, ko'pchilik eshitgandir. O'sha yangi tuzilgan, qaytadan tashkil etilgan ta'lim sifati agentligi shu milliy reyting ustida ish olib boryapti va adashmasam bu yil oxiridan keyingi yildan milliy reytingni amalga oshiradi universitetlarni va bu asosda reytingga qarab davlat universitetlariga byudjet berishni boshlaydi. Ya'ni ushbu U10 loyihasidan tashqari gap ketyapti. Va keyingi yana bir qiziq jihat ushbu loyihadan olingan loyihani betlari varog'i juda ko'p, 50-40 varog' adashmasam, ilovalardan birida, ya'ni universitetlarga yanada ko'proq mustaqillik, ko'proq imkoniyatlar berish haqida gap ketgan ilovada shunday so'zlar bor. Oliy ta'lim tashkilotining byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan xalqaro e'tirof etilgan reyting tashkilotlari bilan oliy ta'lim tashkilotini xalqaro reytingga kiritish bo'yicha xizmatlar ko'rsatish uchun to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzish, ya'ni shu vakolat universitet rektorlariga berilyapti. Qaytadan bir videoni pauza qilib ushbu so'zlarni o'qib ko'ring. Qiziq tuyulmayaptimi? Qo'pol qilib aytganda nima deyilyapti? Universitetlar o'zini reytingini ko'tarish uchun o'sha xorijdagi QS deymizmi, Times Higher Education deymizmi, ularni maslahati, konsultatsiyasi uchun universitetdan pul berishi mumkin deyilyapti. Juda ham qiziq holat. Nega universitet bu tashkilotlarga pul berish kerak? Bu qanchalik etikaga to'g'ri keladi masalan? Va bu bizni qayerga olib boradi degan masala bor. Endi bu yerda reytinglarning nima muammosi bor degan savol tug'ilishi mumkin, to'g'rimi? Bu bo'yicha mana kanallarimni kuzatgan odamlar bilishi mumkin, do'stlar, bu bo'yicha ko'p gapirilgan va YouTube'da ham xorijiy ekspert bilan, shu rossiyalik, germaniyalik mutaxassis bilan suhbat qilganmiz. Reytinglar albatta tashkil etilayotgan paytda birinchi bo'lib to'g'ri Xitoy tashkil qilgan shu Shanxay rankingini, lekin undan kelib bu tashkil etayotganda ko'proq nima deydi, aniq bir tizimlarga asosan tashkil etilgan bo'lsa, keyinroq mana Yevropada Higher Education o'sha Times tomonidan tashkil etilgan Times Higher Education, keyinroq mana QS, mana ikkalasi bir-biridan ajralib chiqdi. Shu reytinglar mana hozir oliy ta'limda va tadqiqotlarda bir kun tartibini belgilaydigan, qaror qabul qilishga deylik belgilaydigan bir mayoq bo'lib qoldi, to'g'rimi? Faqat muammo shundaki, ushbu reytinglar tuzilayotgan paytda ular dunyoda shundoq ham obro'si bo'lgan, hamma biladigan o'sha Oxford deymizmi, Cambridge deymizmi, Harvard deymizmi, shularning holatidan kelib chiqib tuzilgan. Ya'ni tasavvur qiling, bir reyting tuzildida, u reytinglarda hamma biladigan nomdor universitetlar yuqori o'rinda bo'lmasa, bu reytingga kimdir ishonadimi? Albatta yo'q. Demak, o'sha reyting ishonchli bo'lish uchun, deylik hamma joyga kirib borish uchun albatta hamma bilgan, hamma top deb o'ylagan universitetlar u yerda yuqori reytingni qayd etish kerak, yuqori o'rinni qayd etish kerak, to'g'rimi? Demak, ularga mos indikatorlardan, ularga moslangan holatdan kelib chiqib tuzilgan, to'g'rimi? Endi buni muammosi nimada? Deylik, ularga moslangan holat bo'yicha endi boshqa universitetlar ham global janub, Osiyo, Sharq, mana endi O'zbekiston universitetlari ham ulardan kelib chiqib tuzilgan sharoitlarda biz endi raqobat qilishimiz kerak bo'ladi. Va bunda biz qanchalik yaxshi, zo'r raqobat qila olamiz deb o'ylaysizlar? Va asosiysi bu yerda mana mahalliy muammolar qolib ketmaydimi? Biz endi global muammolar orqasidan yuguramiz. Masalan, deylik, O'zbekistondagi o'rtacha o'qituvchi, o'rtacha tadqiqotchi birorta O'zbekistonga doir mahalliy muammoni tadqiqot qilib olib chiqib yozaman deydigan bo'lsa, yozsa, u qanchalik butun hamjamiyat, dunyo hamjamiyati olimlari tomonidan tan olinadi va qanchalik u iqtibos oladi? Juda ham kam bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Va shuning uchun mahalliy olimlar ham tizimni bir yaxshi tushunib olgan, hozir ham shunday odamlar bor, tizimni bilib qolgan bir tadbirkor olimlar global miqyosda endi yozishni boshlaydi. Chet eldagi, g'arbdagi olimlarga qiziq bo'ladigan, hozirgi akademiyada deylik kun tartibida bo'lgan muammolar haqida yozishni boshlaydi va achinarli tomoni bu muammolarni O'zbekistonning umuman daxli bo'lmasligi mumkin, to'g'rimi? Keyingi masala tadqiqot ko'nikmalari. Qanchalik bizni universitetlarimizda, bizda olimlarimizda, o'qituvchilarimizda tadqiqot ko'nikmalari yetarli. Chunki bizni ta'lim tizimimiz bilamizki, bakalavrda ham, magistraturada ham biroz eskirib qolgan bir metodikalar, eskirib qolgan kitoblar asosida o'qiymiz. Deylik, xalqaro xorijiy kitoblar unchalik ham tarjima qilinmagan, to'g'rimi? Va masalan, lekin to'g'ri yaxshi ishlar ham qilinyapti. Masalan,
magistratura va PhDga, doktoranturaga hozirda ingliz tili, chet tili sertifikatlari talab qilinyapti va bu o'ylaymanki to'g'ri yo'l. Chunki ilm-fan tili ingliz tili bo'lgandan keyin ingliz tilini qancha yaxshi bilsangiz, ilm-fan ham qilishingiz mumkin. O'sha tadqiqot ko'nikmalari bilan tanishasiz, dunyo ilm-fani bilan tanishasiz va shu bilim bilan birga, deylik, mahalliy qandaydir tadqiqotlarni o'sha uslubda, o'sha byurokratiya asosida, o'sha tizim asosida amalga oshirishingiz mumkin, to'g'rimi? Lekin bu bizda hali yetarli bo'lmasligi mumkin, to'g'rimi? Yoshlarda bo'lgani bilan balki kattaroq professorlar hali bunchalik tizimga moslashmagandir. Va eng so'nggisi tadqiqot etikasi. Mana yaqinda ko'pchilik eshitgandir, ba'zi kanallarda bu ma'lumot chiqdi. Mana Skimago tomonidan tadqiqot etikasi indikatori ishlab chiqildi va ushbu indikatorda, ushbu reytingda O'zbekistondan ham 20 ta universitet joy olgan va ba'zilari ushbu universitetlarni juda ham quyi o'rinlarni egalladi, to'g'rimi? Va hattoki nomi juda ham ulug' bo'lgan, kecha tashkil etilib, katta byudjet olib, hammaga aql o'rgatayotgan universitetlarda ham etika bo'yicha muammo borligini ko'rdik, to'g'rimi? Ya'ni masala nima bo'lyapti? Ko'proq endi reytinglarning orqasiga yugurishni boshlasak, byudjet ajratilsa bu uchun, shunday KPIlar belgilansa, etika muammosi yanada dolzarblashib boraveradi. Endi yana boshqa masalalar haqida fikr bildirib o'tsam, keyingi masala ta'lim sifati. Ya'ni universitetlarimiz bu yerda reyting orqasidan yugurgan sari bu yerda ta'lim ikkinchi darajaga tushib qolishi mumkin. Hozir ham kimdir aytishi mumkin, ta'lim hali bizda unchalik zo'r emas deyishi mumkin. Endi reyting orqasidan universitet yugursa, bu qanchalik yana yaxshilanadi yoki yo'q bilmaymiz. Chunki xorijiy tajriba, dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, mana yaqinda tanishlarim bilan ham, hamkasblarim bilan gaplashib shuni bildik. Reytingga kirgan universitet bu hali zo'r ta'lim beradi degani emas. Reytingga kirgan universitet degani bu to'g'ri yaxshi maqola yozishni biladi, yaxshi tadqiqot qilishni biladi yoki yaxshi iqtibos olishni biladi degani. Shu, ya'ni ta'limdan uzilgan holda ham universitetda reytingini ko'tarish mumkin. Lekin bu yerda ta'lim asosiy birinchi bo'g'in emasmi, to'g'rimi? Baribir yoshlarning oldidan ham, jamiyat oldida ham bizning mas'uliyatimiz bor-ku. Ya'ni universitetlarga byudjet ajratilib, reytinglar ketidan yanada ko'proq yugurishni boshlashsa, qanchalik ta'lim sifati, ta'lim holati va studentlarga, o'quvchilarga, deylik, oddiy o'qituvchilarga, tadqiqot qilmaydigan o'qituvchilarga bo'lgan munosabat, servis qanchalik yaxshilanadi degan savollar bor. Keyingi masala boshqaruv samaradorligi va tizimli o'zgarish. Ya'ni ushbu byudjet, ushbu loyihada boshqaruv samaradorligi, tizimli o'zgarish haqida ba'zi gaplar aytib o'tilgan, lekin bu qanchalik universitetlarimizni boshqaruv jihatdan yanada samarador bo'lishiga, yanada bir odamlar uchun qulayroq bo'lishiga, yanada byurokratiyasi kamayishiga va deylik yanada yaxshiroq joy bo'lishiga xizmat qiladi. Gap shunda. Masalan, bir narsani ko'rdim, universitet rektorlarini tayinlash bo'yicha deyarli o'zgarish yo'q. Ya'ni aytilyaptiki, shu Oliy ta'lim vazirligi, prezident administratsiyasi va o'sha soha mas'ul vazirligi bilan kelishgan holda rektorlarni tayinlaydi. Oldin ham shunaqa edi, shunaqa yana davom etadi. Lekin universitetni o'zichi, universitet jamoasi, universitetda ishlayotganlar, ularda hech qanday so'z bo'lmaydimi rektor belgilashga? Yoki ikkinchi tomondan, mayli, vazirlik tayinlansa rektori, bunga qandaydir chegaralar bormi? Kim rektor bo'lishi mumkin? Biz bilamizmi? Yo'q, bilmaymiz. Bu loyihada ham keltirib o'tilmagan. Va yoki rektor bo'lgandan so'ng uni muddati qancha? 2 yilmi, 3 yilmi va qaysi asosga ko'ra rektorni biz ishdan bo'shatib yuborishimiz mumkin? Yoki qaysi asosga ko'ra rektorni kontraktini uzaytirishimiz mumkin? Va ushbu kontraktning muddati bormi, yo'qmi? Ya'ni bitta odam necha marta rektor bo'lishi mumkin? Shunaqa masalalar ochiq qo'yapti. Va keyingisi yana akademik erkinlik, to'g'rimi? Bu bo'yicha ham aytilgan, to'g'ri, universitetlarga qandaydir masalalarda, deylik, boshqaruv erkinligi berilishi va lekin qanchalik bu akademik erkinlikka, olimlarni o'zi xohlagan masalalarda tadqiqot qilishi, yozishi, gapirishi mumkin. Masalan, shu bo'yicha qanday o'zgarishlar bo'ladi, qanday ta'sir etadi, bu bo'yicha endi biz bilmaymiz. Endi sekin-sekin ko'rib boramiz. Keyingi masala albatta bu xalqarolashuv. Hozir uzr so'rayman. So'zsiz ushbu loyiha xalqarolashuvga ham ijobiy ta'sir etishi mumkin. Sababi
loyihada mana 500 ta grant haqida gap ketgan. Men bu yerda aytmadim, lekin u adashmasam bakalavr talabalari uchun edi. Lekin tadqiqot uchun ajratilayotgan ushbu U10 sababli, ya'ni ko'proq moliya tadqiqot uchun ajratilsa, albatta bu magistratura, doktorantura va tadqiqotchi darajasida ham xorijiy kadrlarni jalb qilishga olib kelishi mumkin. Chunki mahalliy asosda yaxshi va yetarli kadrlarni topolmagandan keyin universitet pul bor, albatta chet eldan odam qidiradi, so'zsiz. Va so'nggisi raqobat. Endi o'zim oliy ta'lim tadqiqotchisi bo'lgandan so'ng meni qiziqtiradigan masala, bilamiz O'zbekistonda mana oliy ta'limda davlat universitetlaridan tashqari xususiy universitetlar bor, mahalliy biznesmenlar tomonidan ochilgan va xorijiy filiallar bor. Albatta filiallar ham ularni boshqaruvi turlicha. Balki xorijiy moliya asosida, balki xususiy moliya, balki davlat tomonidan. Xullas 3-4 xil tartibdagi universitetlarimiz bor. Endi ushbu loyiha sababli, deylik, davlat universitetlariga U10 sifatida ko'proq pul ajratilsa va milliy reyting sababli yana boshqa davlat universitetlari yana ko'proq pul olishni boshlasa, bu oliy ta'lim bozoriga, oliy ta'lim holatiga qanday ta'sir etadi? Raqobatga, bunga boshqa xorijiy universitetlar va xususiy universitetlar qanday javob beradi? Deylik, hozirgi kunda mana holatni hammamiz bilamiz. O'zbekistonda bor odam, ta'limdan boxabar odam, masalan, kimdir ko'proq davlat universitetini yaxshiroq deydi, kimdir davlat universitetini ishonmaydi, xususiy universitetda servis yaxshi deydi, yoki yana boshqa odam, deylik, faqat xorijiy filialga ishonadi. To'g'rimi? Bu hozirgi holat. Lekin mana ushbu loyiha asosida davlat universitetlarida tadqiqot sababli reytingi ko'tarilishni boshlasa, xorijiy talabalar kelishni boshlasa, davlat tomonidan ko'proq e'tibor ko'payishsa, jamiyat, abituriyentlar, tadqiqotchilar, o'qituvchilar ishga kirishdi, o'qishga kirishdi, bir-biri bilan raqobatlashdi. Bunga qanday qaraydilar? Ya'ni davlat universitetlariga bo'lgan ishonch yanada ko'payadimi? Va xususiy universitetlar va xorijiy filiallar bunga qanday javob beradi? Ular ham deylik kamroq bo'lgan byudjetini yoki bo'lmasa faqat foydaga ishlayotgan dunyoqarashini o'zgartiradimi? Masalan, ular ham bilamiz, menimcha hozirdanoq ba'zi xususiy universitetlar reyting ketidan yugurishni boshladi. Ular ham ortda qolishni xohlamayapti. Lekin umumiy manzara men uchun qiziq. Ya'ni bu qanday holatga bizni olib keladi? Umumiy masalalar shulardan iborat edi. Sizda yana qo'shimcha fikrlar bo'lishi mumkin, hurmatli do'stlar. Iltimos kommentlarda, izohlarda bo'lishing. Ushbu konsepsiya haqida nimalarni yana siz o'ylaysiz, qanday fikrlaringiz bor va uni ta'siri haqida qanday o'ylaysiz? Ya'ni ta'siri qanday bo'lishi mumkin? Va aynan siz bizga oddiy tadqiqotchi, oddiy talaba sifatida, oddiy o'qituvchi sifatida bu bizga qanday ta'sir etishi mumkin? Biz nimalarga tayyor bo'lishimiz kerak? E'tiboringiz uchun rahmat.